Bilasizmi? Yaxshiyam Alisher Qodirovimiz bor. Siyosiy, kommunal, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarimiz bo'lsa, kimdir ularni ovozi qilish kerak. Kimnidir muammolarimizda ayblab, unga tosh otib turishimiz kerak-ku. To'g'rimi? O'zi o'zbek deputatini hayotiga havas qilmayman, to'g'risi. Gapirsa ham so'kish tagida qoladi, gapirmasdan ishlasa ham tanqid qilishadi. Yo'q, o'ylamang, bu gapim bilan deputatlarimiz oppoq demoqchi emasman. Aslo. Lekin deputatlardan-da ko'proq partiyalarimizga achinaman. Chunki ko'pchilik partiya o'zi nimaligini, u nima uchun kerakligi va qanday ishlashini to'liq anglamay turib, partiyalarni o'lgudek yomon ko'rishadi. Do'stlar, dunyoning har qanday davlatida millionlab insonlar yashaydi. Insoniyat tarixidan mavjud bo'lgan va umuman olganda siyosatni dolzarbligini belgilab beruvchi bir muammo bor. Bu hamma uchun yagona kollektiv siyosiy qaror qabul qilish. Tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun, O'zbekistonda 40 millionga yaqin aholi yashaydi va bir necha million fuqaro davlat pullari ko'proq ekologiyani yaxshilashga sarflanishini xohlaydi. Boshqa bir necha million kishi qiynalgan, kambag'al qatlamga davlat byudjetidan pul ajratilishi kerak deb o'ylaydi. Ba'zi insonlar uchun davlat puli ko'proq tibbiyot va ta'lim yo'nalishiga sarflanishi muhim. Ya'ni byudjetimizda pul miqdori chegaralangan. Aholini barcha xohish-istaklarini amalga oshirishga yetmaydi va tanlash kerak. Ya'ni bizga kollektiv qaror kerak va shu joyda bizga partiyalar va ularning vakillari kerak bo'ladi. Siz saylovlarda biron partiyani binosi-yu, uni boshqa partiyalar bilan bellashuvdagi o'rniga emas, balki partiya taklif qilayotgan kelajakka va davlat byudjetini taqsimotiga ovoz berasiz. Partiya kuchli siyosiy instrument, vosita. U sizni tasavvuringizni ro'yobga chiqarishi mumkin. Partiyani kuchli tankga o'xshatsa bo'ladi. Faqat u tankni ichida boshqaradigan odam bo'lmasa, uni yoqilg'isi va o'qi bo'lmasa, u befoyda bir temir tirsakka aylanadi. Xuddi siz yomon ko'radigan partiyalarga o'xshab. Partiya bu sizning ishtirokingizga, g'oyalaringizga, moddiy ko'makka va siyosiy ovozingizga muhtoj instrument. Sizni partiya faoliyati qoniqtirmayaptimi? Rahbariyati yoqmayaptimi? Marhamat, keling partiyaga a'zo bo'ling, partiya siyosatiga ta'sir qiling. Divanda o'tirib olib telefondan u unaqa, bu bunaqa deb sharh yozib o'tirish na sizga, na bizga na foyda keltirmaydi. Aytgancha, Alisher Qodirovning Fikr yetakchilari podkastida saylovdan keyin partiyalarning jim bo'lib qolishi sababi ularning puli tugashi bilan izohlangani yangi bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekistonda partiyalar asosan davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Biroq bu mablag'lar asosan partiya xodimlarining maoshi va ma'muriy xarajatlarini qoplashga ketadi. Demak, partiyalar o'zini keng targ'ib qilishi, aholi orasida ishlashi, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha mablag' manbalari kerak. Shu sababli ko'plab demokratik davlatlarda partiyalar faqat davlat mablag'lari hisobidan emas, balki a'zolik badallari, homiylar, xayriyalar orqali ham moliyalashtiriladi. Aslida siyosiy partiyalar uchun mablag' maqsad emas, balki vosita. Bu pullar Alisher Qodirov yoki boshqa partiya vakillarining shaxsiy manfaati uchun emas, targ'ibot ishlari, yangi loyihalarni amalga oshirish va jamiyatda o'z pozitsiyasini mustahkamlash uchun ishlatiladi. Bir narsani tushunishimiz kerak. Agar partiya o'zini moliyaviy jihatdan ta'minlay olmasa, u saylovdan keyin faoliyatini davom ettirishga qiynaladi va kundalik siyosiy jarayonlardan chetlashib qoladi. Do'stlar, hokimiyat va kuch insonning ishonchi uni joylashtirgan yerda bo'ladi. Men, siz partiyaga a'zo bo'lmasak, xohish va istaklarimizni ular orqali ifoda etmasak, xuddi hayotidan nolib, lekin uni yaxshilash uchun hech nima qilmayotgan inson bo'lib qolaveramiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasi doimo sizning taklif va g'oyalaringiz uchun ochiq. Partiyamizga a'zo bo'ling va ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib boring.